Assalomu alaykum savatdaşlar. Bugün İstanbul Yabancılar için Türkçe A1 degan kitapning 3. dersidan boshlaymiz. Ünite 3. Qaraydigan bo'lsak, bajarilar debdi bu yerda. Bajarilar deganimiz nimadə? Bu darsda o'rganadigan, ya'ni 3. darsda o'rganmoqchi bo'lgan qobiliyatlar degan gapdi. Qaraydigan bo'lsak, nima debdi bu yerda? Günlük hayatı anlatma. Nima degan gap bu? Günlük deganimiz kunlik degan gap, hayat deganimiz kunlik hayat, anlatma deganimiz tushuntirish, deyish degan gap savatdaşlar. Günlük hayatı anlatma deganimiz kunlik hayatni boshqalarga tushuntiradigan bo'lish, ya'ni o'zingizning kunlik hayotini ravon bir şekilde deyiladigan bo'lish degan gap. Uning keyin qarasak-chu, boş zamanları değerlendirme. Nima debdi bu yerda? Boş deganimiz boş beka degan gap, zaman deganimiz vaqt, değerlendirmek deganimiz shuningdan bir foydalanmak, qimmat yaratmak degan gap. Boş zamanları değerlendirme deganimiz beka vaqtlaridan foydalanish debdi. Onun keyin qarasak-chu, istakları ifade etme. İstek deganimiz istek, arzu degan gap savatdaşlar, ifade deganimiz ifade qilish, shuni ifodalash, etme deganlik itish qilish, istakları ifade etme deganimiz arzu istaklarini ifade qila oladigan bo'lish debdi. Ya'ni bu darsda bularni o'rganasiz debdi. Onun keyin qarasak, grammatika qismida dil bilgisi nima o'rganamizkan? Şimdiki zaman. Şimdiki zaman deganimiz savatdaşlar hozirgi zaman degan gap, ya'ni Türkçedeki hazırki zaman, yani mundaq ishni qilib o'taman, men u ishni qilib o'taman deb, yani şu vaqtning o'zida bo'layotgan bir ish harakatni ifodalaydigan bundaq bir grammatik shaklni o'rganasiz debdi. Ikkinchi qilibchi yo'nalma durumu. Yo'nalma deganimiz Uyg'urchadagi yo'nalish degan gap, yani bir yerdan bir yerga qarab yo'nalish degan gap. Durum deganimiz ahvol degan gap savatdaşlar. Yo'nalma durumu deganimiz Uyg'urchadagi yo'nalish kelish degan gap savatdaşlar. Yani bu yerdan palani yerga, bu yerden öyge, mektepke degandek bir yönelişni bildiradigan bu xil grammatikini o'rganasiz debdi. Uning keyindan-chu uzaklaşma durumu. Uzaklaşma deganimiz uzaklaşış degan gap, yiroqlashish degan gap, durum deganimizni ahvol dedik. Uzaklaşma durumu deganimiz Uyg'urchadagi chiqish kelish. Ya'ni qaraydigan bo'lsak, dan deb yozib qo'yibdi ayaga. Ya'ni men maktabdan, men uydan chiqdim degandek Türkçedeki chiqish kelish zaman shaklini o'rganasiz debdi. Uning keyindan-chu mak istemek debdi. İstemek deganimiz istash, bir narsani talab qilish degan gap savatdaşlar. Mak deganimiz fe'illarning keyiniga qo'shiladigan qo'shimcha, ya'ni bir ishni istash, bir ishni arzu qilish, bir ishni qilg'um ba deyishni o'rganasiz debdi. Türkçe grammatiki shaklda. Uning keyindan qarasak-chu, kelimeler. Kelimelerde, yani yeni sözlerde biz nima o'rganganmiz savatdaşlar? Günlük etkinlikler. Günlük deganimiz kundilik degan gap, etkinlik deganimiz faaliyat degan gap savatdaşlar. Günlük etkinlikler deganimiz-chu kundilik faaliyatlarga munosabatlik so'zlar. Uning keyindan hobiler. Hobi deganimiz qiziqish. Qiziqishga munosabatlik so'zlar, alish-verish. Alish deganimiz elish Uyg'urchadagi, verish deganimiz berish. Hamda alish-verish desek, savdo-satiq degan gap savatdaşlar. Mushuningga munosabatlik so'zlarni o'rganamiz debdi. Qaraydigan bo'lsak, nima ekan bu darsimizning temasi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun deganning tarjimasi nimish qilyapsan degan gap. Odatda biz boshqalardan mushundaq nimish qilyapsan deb so'ramoqchi bo'lsak, ne yapıyorsun deb mushu bo'yicha so'raymiz. Undaqda asta qaraydigan bo'lsak, 3-darsninki A qismiga ne yapıyorsun? Bu 3-darsimizning temasidir. A qismininki temasi nima ekan savatdaşlar? Bir günüm. Yani meningki bir kunim deb shu tema ekan. Undaqda bu yerdagi so'zlarni va so'z birikmalarini bir o'qib chiqayli. Öğreniyoruz. Öğreniyoruz deganimiz o'rganyapmiz degan gap. Okumuyorum. Nima degan gap bu? Men o'qimayman, o'qimayapman degandek shu sharoit qarata mushundaq tarjimalari chiqadi. Yiyoruz. Yeyapmiz degan gap. Okuyor musun? Sen okumsan, o'qiyatamsan degan tarjimasi chiqadi savatdaşlar. Gelmiyor musun? Sen kelmamsan degan gap. Gidiyor. Ketido degan gap savatdaşlar. Dinliyor. Dinlemek degan nimetde anlash degan gapdi. Endi mayada keyiniga nima qo'shimcha qo'shilibdi savatdaşlar? Yor qo'shimchasi qo'shilibdi. Dinliyor deganimiz anglayotidi, anglaydi deb tarjima qilamiz. Yapıyorsun. Yapıyorsun deganimiz nima? Qilasan, qilyapsan degan gap savatdaşlar. Endi hozir mayada diqqat qiladigan bo'lsak, men asosiy jihatdan bu so'zlarni hozir ikki xil tarjimada tarjima qilyapman. Misal, öğreniyoruz deganimizni nima dedim men? O'rganyapmiz yoki o'rganimiz deb tarjima qildim. Endi nima uchun mushundaq ikki xil tarjima qilamiz degan vaqtimizda biz odatda bu xil grammatiki shaklini, bu xil jumla shaklini Türkçede ikki xil usulda qo'llanamiz.
Birisi, yani odatdagi zamonda men bundaq ish qilaman, men undaq ish qilaman degandek o'zimizning kundalik hayotlariga o'xshash normal bo'lgan ish harakatlarimizni ifodalagandami biz bu jumla shaklini qo'llanamiz. Uningdan boshqa bayatimiz deb o'tganimizdek davomlashayotgan ish harakatlarini ifodalashdimi bu xil jumla shaklini, bu xil grammatika usulini qo'llanamiz. Shuning uchun buning tarjimalari shu ishlatgan muhitga qarata shundoq o'zgaraydi. Shunga diqqat qilsanglar bo'ladi. Bu darsni boshlashdan burun saboqdoshlarning grammatika darsida maxsus so'zlangan turkcha hozirgi zamon degan shu darsni bir ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Shuningda buningki grammatikalik usullari tafsiliy so'zlangan. Shuni ko'rgandan keyin ondan keyin bu darsga kirsanglar, texmi tushunishlik, texmi oson bo'ladi. Agar bu to'g'riliq bak tushunmagan saboqdoshlar bo'lsa, deganimdek shu darsni bir anglab o'tgandan keyin, undan keyin boshlanglar. Endi men yan tarafdagi dialogga qarab baqsaq saboqdoshlar nima debdi bu yerda? Ne yapıyorsun? Biz Türkçe öğreniyoruz. Ben kitap okumuyorum. Müzik dinliyorum. Eve gelmiyor musun? Biz yemek yiyoruz. Murat okula gidiyor. Bularning tarjimasiga bir qarab baqayli saboqdoshlar, ne yapıyorsun? Nima degan edik buni? Nima ish qilasan, nima ish qilyapsan degan tarjimasi chiqadi. Biz Türkçe öğreniyoruz. Biz Türkçe o'rganyapmiz yoki biz Türkçe o'rganamiz deb nima so'ragan bo'lsa, shuningga qarata, buningki muhitga qarata shu bo'yicha tarjima qilsak bo'ladi. Ben kitap okumuyorum. Nima debdi bu? Men kitap okumayman yoki kitap okumayapman debdi. Müzik dinliyorum. Nima debdi bu? Muzika anglayapman deb javob beribdi. Müzik dinlemek deganimiz muzika anglash. Eve gelmiyor musun? Nima debdi bu yerda saboqdoshlar? Ev deganimiz uy degan gapda, deganimiz Uyg'urchadagi g'aqa gaka degandek yo'nalish kelishini bildiradigan shu qo'shimcha. Turkchadagi shu qo'shimcha. Eve gelmiyor musun? Uyga kelmamsan deb bu bo'yicha tarjima qilamiz. Biz yemek yiyoruz. Nima debdi bu? Biz tamak yeyapmiz, biz tamak yeymiz deb shu bo'yicha tarjima qilamiz. Murat okula gidiyor. Nima debdi bu? Murat okula gidiyor deganni hozirgi davomlashayotgan zaman bo'yicha tarjima qilsak, u maktabga ketyapti deymiz saboqdoshlar. Yana bir xil tarjimasi Murat okula gidiyor deganninki odatdagi zaman bo'yicha bo'lgan tarjimasi Murat maktabga boradi, Murat maktabda o'qiydi deb bu bo'yicha tarjimasi chiqadi. Yana deganimdek bu shu muhitga, shu jumlani ishlatgan vaqtga qarata yoki qiladi, qilaman deb bu bo'yicha tarjima qilamiz yoki qilyapti, qilyapman, qilyapsan degandek bu bo'yicha tarjima qilamiz. Shuni bilib olsak bo'ladi. Agar yaxshi bilinmagan bo'lsanglar, deganimdek shu grammatika darsini bir ko'rib o'tishinglar kerak. Uningdan keyin ko'rsanglar, texmi tushunishlik bo'ladi. Endi keyin qarasak saboqdoshlar, hozirlik çalışması. Qaraydigan bo'lsak, resimlere bakalım. Aşağıdakilerden hangilerini yapıyoruz? Nima debdi? Resimlerge qarayli, ostidagilardan qaysilarini qilamiz debdi. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir qancha resim bor ekan va bularning ostida bularningki tushuntirishlari bor ekan saboqdoshlar. Kalkıyorum. Kalkmak deganimiz saboqdoshlar o'rnidan turish, uyg'onish degan gap. Kalkıyorum deganimiz o'rnimdan turaman, uyg'onaman degan gap. Yaniga qarasak, uyuyorum. Nima debdi bu yerda? Uyumak deganimiz uxlash, uyuyorum degancha uxlayman degan gap. Okula gidiyorum. Nima debdi? Maktabga boraman, maktabga ketyapman degandek tarjima qildik. Çalışıyorum. Nima debdi? Ishlayman, ishlayapman deb muhitga qarata tarjima qilamiz. Ders çalışıyorum. Nima debdi bu yerda? Ders o'rganyapman debdi. Endi ostidagi rasmlarga qarasak, kahvaltı ediyorum. Kahvaltı deganimiz nimadir? Naşta, ya'ni atdiganlik tamoq. Kahvaltı ediyorum deganimiz qarasak mayada nima ish qilib o'tibdi saboqdoshlar? Naşta qilib o'tibdi. Naşta qilyapmiz, naşta qilamiz deb tarjimasi chiqadi. Yemek yiyorum. Nima debdi? Tamoq yeyapman debdi. Kitap okuyorum. Nima debdi bu yerda? Kitap o'qiyapman, kitap o'qiyman debdi. Telefonda konuşuyorum. Konuşmak deganimiz nimadir? Paranglashish degan gapdi. Qarasak bu qanday qilib o'tibdi? Telefonda paranglashib o'tibdi. Telefonda paranglashyapman debdi. Yemek pişiriyorum. Nima debdi? Pişirmek deganimiz Uyg'urcha pishirmak degan gap. Yemek pişiriyorum. Tamoq pishiryapman, tamoq pishiraman debdi saboqdoshlar. Endi bu tarafga qarasak, otobüse biniyorum. Nima debdi bu yerda? Otobüs deganimiz avtobus, binmek deganimiz minish, chiqish degan gap saboqdoshlar. Otobüse biniyorum deganimizda otobüsning orqasiga nima kelyapti saboqdoshlar bu yerda? Qo'shimchasi qo'shilibdi. Biz buni nima degan edik? G'aqa gakaga o'xshaydigan qo'shimcha degan edik. Undaqda buning tarjimasi nima bo'ldi? Avtobusga chiqaman, avtobusga chiqyapman degan tarjimasi chiqdi. İşe gidiyorum. Nima debdi bu? İşga ketyapman debdi. Banyo yapıyorum. Nima debdi bu?
Banyo deganimiz muncha degan gap. Yapmak deganimiz qilmoq degan gap saboqdoshlar. Banyo yapmak deganimiz nimatda? Yuyinish degan gap saboqdoshlar. Buning boshqa bir xil shakli nimatda? Dush almak. Dush almak deganimizmi yuyinish degan gap saboqdoshlar. Televizyon izliyorum. İzlemek deganimiz ko'rish degan gap. Televizyon izliyorum deganimiz televizor ko'ryapman debdi. Bilgisayar kullanıyorum. Bilgisayar deganimiz kompüter degan gap. Kullanmak deganimiz qo'llanish, ishlatish degan gap. Bilgisayar kullanıyorum deganimiz kompüter ishlatyapman degan gap. Endi aslidagi buningki nima demoqchi ekanligiga talabiga qarab boqadigan bo'lsak, yuqoridagilardan ilk önce hangisini yapıyorsunuz? Sıra ile söyleyelim. Nima debdi bu yerda? Yuqorida mushu resimdagilardan eng burun qaysini qilasiz navbat bilan deb baqayli debdi. Yani bu resimde kişilerinin günlük faaliyetlerini ko'rsatib turibdi saboqdoshlar. Mushu resimlerge asasen bir adam etdiganda qopqandan başlap akşamgacha qandaq ish faoliyatlarini qiladi, sizning günlük faoliyatlarınız qaysi bo'yicha davom qiladi, mushu bo'yicha deb baqang demoqchi ekan. Shu bo'yicha o'zinglarning günlük faoliyatlariga qarata mashq qilib baqsanglar bo'ladi. Aslidagi uchinchisiga qarasak nima debdi? Ne zaman, ne yapıyoruz? Qandaq vaqtda nima ish qilamiz? Aşağıdaki tabloya kendimize göre 3 cümle yazalım. Nima debdi? Astidagi jadvalga o'zimizga asosan 3 cümle yazayli debdi. Yani etdiganda nima ish qilamiz, tushda nima ish qilamiz, kechda nima ish qilamiz, kechada nima ish qilamiz, har birisiga 3 tun cümle yazing debdi. O'zinglarning amaliy sharoitiga qarata mushu bo'yicha yozib baqsanglar bo'ladi. Endi keyingi betga qarasak 39-bet nima ekan saboqdoshlar? Okuma, ya'ni o'qish qismi. Temasi nima ekan buning? Bir günüm. Burası İstanbul. İstanbul büyük bir şehir ve burada birçok insan yaşıyor. Herkesin farklı bir hayatı var. Nima debdi? Bu yer İstanbul. İstanbul çoğ bir şehir ve bu yerde birçok insan yaşıyor. Birçok deganimiz nimatda? Nurg'un degan gapda. Bu yerde nurg'un insan yaşaydı. Herkesin farklı bir hayatı var. Nima debdi? Herkes deganimiz her kişi hammaylar degan gap saboqdoshlar. Farklı bir hayatı var debdi. Yani hamma odamning o'ziga yarasha farqli bir hayatı var debdi. Yani o'xshamaydigan bir hayatı var debdi. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda 4 tekst bor ekan saboqdoshlar. Bularni biz bir qur o'qib va qisqacha tarjima qilib chiqaylik. Merhaba. Benim adım Onur. Ben öğretmenim. Ben Kadıköy'de oturuyorum. Her sabah 7'de kalkıyorum. Duş alıyorum. Kahvaltı ediyorum ve okula gidiyorum. Saat 13'te işten çıkıyorum. İşten sonra arkadaşlarımla buluşuyorum ve sohbet ediyorum. Sonra eve dönüyorum. Kitap okuyorum ve yatıyorum. Nima debdi saboqdoshlar bu yerda? Merhaba degan gap. Benim adım Onur. İsmim Onur debdi. Ben öğretmenim. Nima debdi? Men o'qituvchi, muallim debdi. Ben Kadıköy'de oturuyorum. Nima debdi? Men Kadıköy degan yerde o'tiraman, shu yerda yashayman debdi. Her sabah 7'de kalkıyorum. Nima debdi? Her ettigen saat 7'de uyg'onaman, o'rnimdan turaman debdi. Duş alıyorum. Nimatda duş almak deganimiz bayatın men deb o'tib ketgan emas saboqdoshlar. Yuyinish degan gapdi. Kahvaltı ediyorum ve okula gidiyorum. Nima debdi? Naşt qilaman ve maktabga boraman debdi. Saat 13'te işten çıkıyorum. Nima debdi? Saat 13'te işten chiqaman debdi. İşten sonra arkadaşlarımla buluşuyorum ve sohbet ediyorum. İşten keyin, yani işten tushgandan keyin do'stlarim bilan, arkadaşlarım deganimiz nima saboqdoshlar? Do'stlarim, adashlarim degan gapda, la deganimizcha bilan degan gapda, ila degandek bilan, do'stlarim bilan deb tarjimasi chiqadi. Buluşuyorum ve sohbet ediyorum. Buluşmak deganimiz ko'rishmak, tepishmak degan gap saboqdoshlar. Yani ular bilan bir yerde uchrashiman, ko'rishiman ve sohbet ediyorum. Ve qanday qilaman? Sohbet deganimiz sohbet, paranglashish degan gap ve ular bilan paranglashaman. Sonra eve dönüyorum. Sonra deganimiz nimatda? Keyin degan gapdi. Eve deganimizcha uyga deb yo'nalish qilish bo'yicha gap qilyotidi. Dönüyorum. Dönmek deganimizcha qaytish degan gapdi. Uningdan keyin uyga qaytaman. Kitap okuyorum ve yatıyorum. Nima debdi? Kitap o'qiyman ve yotaman, uxlayman debdi. Bu Onur degan bu o'qituvchininki kundalik hayoti ekan saboqdoshlar. Endi mana yan tarafga qarab baqsak, buni bir o'qib chiqaylik. Merhaba, ben Pınar.
Ben ev hanımıyım. Benim 2 çocuğum var. Sabahları çok erken kalkıyorum. Eşime ve çocuklarıma kahvaltı hazırlıyorum. Sonra eşim işe, çocuklarım okula gidiyor. Ben evi temizliyorum ve yemek pişiriyorum. Öğlen arkadaşlarımla alışverişe gidiyoruz. Dışarıda kahve içiyoruz. Akşam eşim ve çocuklarım eve dönüyor. Beraber yemek yiyoruz. Çocuklarım akşam erken yatıyorlar. Ben ve eşim film izliyoruz. Sohbet ediyoruz. Nima depti bu? Merhaba, merhaba. Ben Pınar. Nima depti? Men Pınar depti. Yani mening ismim Pınar demekçi. Bu yerde Pınar deganimiz bir adamning ismi bo'lib ketdi savoqdoshlar. Pınar deganimizning boshqa bir ma'nosi bulaq degan ma'nosi bor, ha? Bulaq. Ben ev hanımıyım. Nima depti bu? Men oila ayoli depti, ha? Ev hanımı deganimiz oila ayoli, uy ayoli degan gap, ha? Benim 2 çocuğum var. Nima depti? Mening 2 balam bor depti, ha? Sabahları çok erken kalkıyorum. Nima depti? Atdiganlari bek seher. Erken deganimiz nimatta? Burun degan gapda, ha? Atdiganlari bekmu erken uyg'onaman, o'rnimdan turaman depti. Eşime ve çocuklarıma kahvaltı hazırlıyorum. Nima depti? Yo'ldoshimga, erimga ve balalarımga qanday qilaman? Naştalık tayyorlayman depti. Kahvaltı hazırlıyorum. Naştalık tayyorlash degan gap savoqdoshlar. Sonra eşim işe, çocuklarım okula gidiyor. Nima depti? Uningdan keyin yo'ldoshim ishga, balalarım maktabga ketadi. Diqqat qilsanglar savoqdoshlar, bu darsda bizga barliq tekstda bizga 2 xil mazmunni bizga o'rgatmoqchi. Birinchisi davomlashayotgan zaman va yoki odatdagi zaman. Qarasanglar, hamma fe'lning keyinida qandaq yor degan bu qo'shimcha bor. Uningdan keyinchi yo'nalish kelishningki qo'shimchalari bor. Men u yerga, balalarim maktabga, uyga, ishqa degandek hammasi qandaq Uyg'urchadagi g'aqa, gaka degandek bu qo'shimchalar bilan kelyotadi. Buni tushunish uchun bayatdan men deb o'tgandek grammatika darslarininki odatdagi zaman degan bu qismini ve yöneliş kelish degan bu qismini, bu 2 grammatika darsini ko'rib olsanglar, bu tekstlarni intayin osonla, qiynalmayla tushunishinglarga men ishonaman. Şu 2 qism grammatikani bir ko'rib olsanglar, uningdan keyin bu darsga qaytib kelsanglar, bu dars sizlarga intayin oson to'xtaydi savoqdoshlar. Buning qoidalarini aşı grammatika darslarida to'liq tafsili so'zlanganligi uchun men hozir bu yerda ortiqcha to'xtalib, nima uchun bu so'zning keyiniga bu qo'shimcha keldi, qandaq yerda da deymiz, qandaq yerda da deymiz degan gaplarni men hozir tushuntirmadim savoqdoshlar. Aşı darsda qarasanglar, shuningda to'liq deyilgan, shuningdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Biz tarjimaga qaytib kelaylik savoqdoshlar. Çocuklarım okula gidiyor degan edi, shundaqmi? Ben evi temizliyorum ve yemek pişiriyorum. Nima depti bu? Men uyni tozalayman ve tamak pişiriman, tamak itiman depti. Öğlen arkadaşlarımla alışverişe gidiyoruz. Nima degan gapti bu? Tushda do'stlarim bilan, arkadaşlarımla alışverişe gidiyoruz. Savdo sotiq qilg'ili boramiz, yani bir narsa sotib olg'ili boramiz depti. Dışarıda kahve içiyoruz. Dışarı deganimiz nimatta? Sirt degan gapda. Da deganimiz şu o'rin kelish qo'shimchasi. Buni oldingi darslarda biz o'rgandik. Dışarıda deganimiz şu hamda sirtda degan tarjimasi chiqadi. Kahve içiyoruz. Nima depti? Sirtda kahve içimiz depti. Akşam eşim ve çocuklarım eve dönüyor. Nima depti? Kechda yo'ldoshim ve balalarım uyga qaytadi depti. Beraber yemek yiyoruz. Beraber deganimiz birlikte degan gap. Yemek yiyoruz deganimiz, tamak yeymiz degan gap. Beraber yemek yiyoruz. Nima depti? Birlikte tamak yeymiz depti. Çocuklarım akşam erken yatıyorlar. Nima degan gap bu? Balalarım kechda baldur uxlaydi, yatadi depti. Ben ve eşim film izliyoruz. Nima depti? Men ve yo'ldoshim film ko'ramiz depti. Sohbet ediyoruz ve paranglashimiz depti savoqdoshlar. Endi keyindeki yana bir tekstga qarab baksak, astidagi benim adım Gülay. Ben üniversitede öğrenciyim. Ben Bakırköy'de oturuyorum. Benim her sabah dersim yok. Bunun için bazen erken, bazen geç kalkıyorum. Ben arkadaşlarımla aynı evde kalıyorum. Biz sabahları kahvaltı ediyoruz. Ben gazete okuyorum. Onlar televizyon izliyorlar. Sonra beraber okula gidiyoruz. Dersten sonra eve dönüyoruz. Ya da
dışarıda geziyoruz. Akşamları evde internete giriyorum ve ders çalışıyorum. Nima depti bu? Qisqacha tarjima qilib chiqayli. Benim adım Gülay. Nima depti? Mening ismim Gülay depti. Ben üniversitede öğrenciyim. Nima depti? Men üniversitede o'quvchi depti. Ben Bakırköy'de oturuyorum. Men Bakırköy degan yerde oturman, şu yerde yaşayman depti. Benim her sabah dersim yok. Mening her deganimiz Uyg'urcha her degan gap savaqtashlar, mening her et degan dersim yok depti. Bunun için bazen erken. Bazen deganimiz ba'zida degan gap, Uyg'urchadagi ba'zida. Bunun için degancha, bunun uchun degan gap, shunlashqa, shuning uchun degan tarjimasi chiqadi. Shunlashqa bazen erken, ba'zida baldur, bazen geç kalkıyorum. Nima depti? Ba'zida geç deganimiz demakda keyin degan gapdi. Ba'zida keyin uyg'onaman, o'rnimdan turaman depti. Ben arkadaşlarımla aynı evde kalıyorum. Nima depti? Men dostlarım bilen aynı deganimiz o'xshash, aynı degan gap, aynı evde kalıyorum. Men dostlarım bilen o'xshash, yani bir uyda yaşayman, şu yerde turaman depti. Biz sabahları kahvaltı ediyoruz. Nima depti? Biz ettigenlerde naşta qilamiz. Ben gazete okuyorum. Nima depti? Men gazete deganimiz gezit degan gap, men gezit o'qiyman. Onlar televizyon izliyorlar. Ular degani kim? Dostlarım demekçi. Televizyon izliyorlar. Nima depti? Ular televizor ko'radi depti. Sonra beraber okula gidiyoruz. Nima depti? Sonra deganimiz demakda keyin degan gapdi. Beraber deganimizcha birlikte degan gapdi. Keyin birlikte mektepke baramiz depti. Dersten sonra eve dönüyoruz ya da dışarıda geziyoruz. Nima depti? Dersten keyin uyga qaytimiz ya da deganimizcha yoki degan gap savaqtashlar. Yoki dışarıda deganimizcha sirtda degan gap, yoki sirtda gezmek deganimizcha aylanish, kezish degan gap, yoki sirtda aylanamiz depti. Akşamları evde internete giriyorum ve ders çalışıyorum. Nima depti? Akşamlarda, kechlarda uyda internetga kiraman, yani torg'i chiqaman ve ders o'rganaman, ders takror qilaman depti savaqtashlar. Ders çalışıyorum depti. Endi yandaki bu tekstga qarab baksak, selam, benim adım Can. Üsküdar'da oturuyorum. Ben bir restoranda garsonum. Ben öğlen kalkıyorum. Çünkü işim 17'de başlıyor ve gece 2'de bitiyor. Evde annem ile yemek yiyorum. Evden 16'da çıkıyorum, otobüse biniyorum ve işe gidiyorum. İşte çok yoruluyorum. Cumartesi ve pazar çalışmıyorum. O günlerde sinemaya gidiyorum. Spor yapıyorum ve geziyorum. Nima depti bu tekstda? Tarjima qilib baqayli. Selam. Salam depti. Benim adım Can. Nima depti? Mening ismim Can depti. Üsküdar'da oturuyorum. Üsküdar'da oturaman, şu yerde yaşayman depti. Ben bir restoranda garsonum. Garson degan nima savaqtashlar? Kutkichi degan gapdi. Men bir restoranda, oshxonada kutkichi depti. Ben öğlen kalkıyorum. Nima depti? Men tushda uyg'onaman, tushda o'rnimdan turaman depti. Çünkü işim 17'de başlıyor ve gece 2'de bitiyor. Nima depti bu? Çünkü işim saat 5'te, yani 17 depti. Saat 5'te başlıyor, saat 5'te başlaydı ve kecha saat 2'de tugaydi depti. Evde annem ile yemek yiyorum. Nima depti? Uyda anam bilen, annem ile. İle deganimiz nima dedik? Bilen dedik. Uyda anam bilen tamak yeyman depti. Evden 16'da çıkıyorum. Nima depti? Uydan tushdan keyin saat 4'te chiqaman depti. Otobüse biniyorum ve işe gidiyorum. Nima depti? Avtobusga chiqaman ve ishga boraman depti. İşte çok yoruluyorum. Yorulmak deganimiz demakda herish, charchash degan gapdi. U yerdagi xizmatimda, u yerdagi ishimda qanday qilaman depti? Bakmi charchayman, hariman depti. Cumartesi ve pazar çalışmıyorum. Nima depti? Cumartesi deganimiz demakda shanba, pazar deganimizcha yakshanba degan gap. Shanba ve yakshanba qanday qilmayman, ishlamayman depti. O günlerde sinemaya gidiyorum. Nima depti? O günlerde sinema deganimiz demakda kinoxona degan gapdi.
U kunlarda, yani shanba yakshanba kunlari kinoga boraman debdi. Spor yapıyorum ve geziyorum. Nima debdi? Spor yapmak deganimiz chiniqish degan gap, gezmek degancha aylanish degan gap savoqdoshlar. Chiniqaman ve aylanaman debdi savoqdoshlar. Bularning tarjimalari shu. Bayatin deganimizdek bu 4 tane tekstni bizga bildirmoqchi bo'lg'ini hozirgi zaman, ya'ni davomlashayotgan zaman, yo'nalish kelish, ya'ni g'aqa, gaka degandek, uyga, maktabga degandek bu gaplar kelyotidi ve biz burun o'rgangan ism jumla ve o'rin kelish qo'shimchalarini ishlatib, ya'ni dada, tata degandek normal oddiy bo'lgan tekstlar bilan bizga bu 4 kishininki kundalik hayotini tushuntiribdi. Shunlashqa bularni yaxshi tushunish uchun savoqdoshlar burun o'rgangan darslarimizdan ism jumla, o'rin kelish qo'shimchalarini yaxshi bilishinglar kerak ve biz hozir bu darsda o'rgangan, hozirgi zaman, davomlashayotgan zaman deganimiz bu zaman turini ve yo'nalish kelish qo'shimchalarini yaxshi bilishimiz kerak. Agar yana bak yaxshi tushunolmagan bo'lsanglar, men bayatin deganimdek shu grammatik darslarni bir qur ko'rayotgandan keyin bu tekstlarni qayta bir qatim qarab chiqsanglar, intayin tushunishli bo'ladi. Endi asta qaraydigan bo'lsak savoqdoshlar, nima debdi bu yerda? Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Nima debdi? Astadaki suallarga cevap bereyli debdi. Onur her sabah ne yapıyor? Nima debdi? Onur degan bu kişi her ettigen nima ish qiladi debdi. Bunun cevabı tekstda bor, shu bo'yicha yazsanglar bo'ladi. Gülay akşamları bilgisayar kullanıyor mu? Nima debdi? Gülay akşamları kompüter ishlatamdi debdi. Can hafta sonu çalışıyor mu? Nima debdi? Can shanba yakshanba, yani hafta oxirida ishlamdi debdi. Pınar ve eşi akşam ne yapıyorlar? Nima debdi? Pınar ve onun yoldaşı kechda nima ish qiladi debdi. Bularning hammasining javobi tekstda bor. Shu bo'yicha bu yerlarni to'ldirib, shu bo'yicha ishlasanglar bo'ladi. Endi yan tarafga qarasak savoqdoshlar, aşağıdaki boşlukları metne göre uygun kişilerle dolduralım. Nima debdi? Astadaki boşluklarni tekstga asasen münasip uygun kişiler bilen to'ldirayli debdi savoqdoshlar. Spor yapıyor. Nima degan gap bu? Chiniqadi degan gap. Biz bayatın o'qib o'tgan bu tekstda chiniqadigan kishi kimdi? Shuni tekstdan tepib, mushaga ismini yozib qo'ysanglar bo'ladi. Asta qarasak, arkadaşlarıyla okula gidiyor. Nima debdi? Do'stlari bilan maktabga boradi debdi. Kim do'stlari bilan maktabga boradi? Shuning ismini yozsanglar bo'ladi. Akşam çalışıyor. Nima debdi? Akşam ishlaydi debdi. Öğlen işten çıkıyor. Nima debdi? Tushda ishdan tushidi debdi savoqdoshlar. Kimning ishi tush vaqtida tugaydi, tushda ishdan tushadi, shuning ismini yozib qo'ysanglar bo'ladi. Va çalışmıyor. Nima debdi? Va debdi, ishlamaydi deb. Bu yerga munosib kishilarni yozsanglar bo'ladi. Asta qarasak, va her sabah erken kalkıyor. Nima debdi? Her ettigen baldur uyg'onadi debdi. Kim ve kim her ettigen baldur uyg'onadi debdi. Mushalarga tekstga asosan munosib ismlarni yozsanglar bo'ladi. Endi asta qarasak nima debdi savoqdoshlar? Ya sizcho debdi. Sizin ülkenizde insanlar her gün neler yapıyor? Nima debdi? Sizning vataningizda, sizning davlatingizda odamlar her gün nima ish qiladi debdi. O'zingizning atrofidagi kishilarning turmush odatiga asosan o'rgangan so'zlaringizni, o'rgangan grammatik qoidalaringizni ishlatib turib, tekstga o'xshash jumlalarni yozib baqing demakchi. Mushu bo'yicha mashq qilsanglar bo'ladi. Endi asta qaraydigan bo'lsak, savoqdoshlar, keyingi bet, 40-bet dil bilgisi, ya'ni grammatika, şimdiki zaman. Nima debdi? Hozirgi zaman debdi savoqdoshlar. Bayatin deganimdek, şimdiki zamanning grammatikali qoidalari boshqa darsda tafsiliy so'zlangan. Bu grammatik qoidasining tafsilotini shu darsdan ko'rib olsanglar bo'ladi savoqdoshlar. Qaraydigan bo'lsak, bu zaman tamamlanmamış, yapılmakta olan işleri anlatmak için kullanılır. Nima debdi? Bu zaman, yani bu grammatik qoidasi, bu zaman türe tamamlanmamış. Nima debdi? Tugamagan, yapılmakta olan, nima deydi? Qilinayotgan deydi. İşleri anlatmak için kullanılır. Nima debdi bu yerda? Bu zaman türü, yani şimdiki zaman, hozirgi zaman degan bu tür, bu grammatika, bu qoida tugamagan, davomlashayotgan ish harakatlarini ifodalash uchun qo'llaniladi debdi. Ya'ni bunda qilyapman, bunda qilyapmiz degandek, Uyg'urchadagi vatado degandek mushundaq jumlalarni ifodalashda buni qo'llanasiz demakchi. İkinci qilibchi, bu zaman bazen yakın gelecekte yapılacak
bir işi anlatmak için de kullanılır. Nima depti? Bu zaman şekli ba'zida yaqin kelajakda yuz beradigan, qilinadigan ishlarni tushuntirish uchunmi ishlatiladi debdi. Davomlashayotgan, ya'ni faqatlam vatido degandek bundaq tarjimasidan boshqa yaqin kelajakda, ya'ni birozdan keyin bo'ladigan ishlarnimi, ya'ni kelgusi zamondagi ishlarnimi mushu zaman shakli bo'yicha, mushu jumla shakli bo'yicha ifodalaymiz demoqchi. Misal ben geliyorum. Nima dedim? Men kelyapman degan gap. Buning yana bir tarjimasi, agar qarshi taraf menga sen kelamsan desa, ben geliyorum desem, men kelaman, ya'ni birozdan keyin kelaman degan ma'noni bildiradi demoqchi. Uyg'urchada shundaqku, men kelaman desak, birozdan keyin keladiganligimizni bildiradi-ku. Shuning o'xshash, shundaq yerlardami buni ishlatalaysiz demoqchi. Yana misol olsak, ben yarın onunla konuşuyorum. Nima dedim? Men ata uning bilan paranglashaman dedim, shundaqmi? Ya'ni mushundaq yerlardami, ya'ni bundan keyin bo'ladigan ish harakatlardami mushu zaman shaklini ishlatalaysiz demoqchi. Tarjimasi shu amaliy sharoitga qarata o'zgaraydi. Mushuni bilib olsak bo'ladi. Endi keyin qarasak, bu zaman bazen geniş zaman yerine kullanılır. Nima depti? Bu zaman ba'zida geniş deganimiz kengre degan gap savoqdoshlar, geniş zaman yerine kullanılır. Nima depti? Bu zaman ba'zida geniş deganimizda biz Uyg'urchada hamda odatdagi zaman deymiz. Odatdagi zamanning o'rniga ishlatiladi debdi. Mushu bo'yicha hozir biz deb o'tganimizdek 3 xil ishlatilish usuli bor ekan deb mushuni bilib olsanglar bo'ladi. Tafsiloti shu grammatika darsida bor. Shuning uchun bu yerda hozir biz ortiqcha to'xtalmaymiz. Bular mushu grammatika shaklininki tafsiliy tushuntirishlari mushuning qarata bilib olsanglar bo'ladi savoqdoshlar. Asosiy jihatdan hammasining keyiniga fe'illarning keyiniga yor qo'shimchasi keladi. Gel desek geliyor, oku desek okuyor degandek hammasining keyiniga qandaqkan yor qo'shimchalari keladi. Mushuni bilib olsak bo'ladi. Aslı qaraylı örnek, misalga qaraylı. Ben her gün kitap okuyorum. Ben her gün kitap okuyorum. Nima depti? Men her günü kitap okuyman depti. Yani mushundaq odatdagi kunlik faoliyatlarini mushu zaman shakli bilan ifodalaysiz demoqchi. Keyin qarasaqchi, Ahmet ile Ceren sokakta konuşuyorlar. Nima depti? Ahmet bilan Ceren sokakta, sokak deganimiz nimadir? Ko'cha degan gapda, ko'chada paranglashyotidi depti. Biz işe gidiyoruz. Nima depti? Biz ishqa mangamiz depti savoqdoshlar. Sen her gün kahvaltı ediyor musun? Nima depti? Sen her günü naşt qilamsan depti. Mushundaq yerlarda ishlatasiz demoqchi. Endi ma tarafga qarasak, davomlashayotgan zaman degan bu zamonninki savol shakli bor ekan. Onlar Türkçe bilmiyorlar mı? Nima depti? Ular Türkçe bilmemdi depti. Her hafta balık yiyor musun? Nima depti? Her hafta balık yemsen depti. Onlar televizyon izlemiyor. Kitap okuyorlar. Nima depti? Ular televizor ko'rmaydi, kitap o'qiydi yoki shu sharoitga qarata ular televizor ko'rmayotidi, kitap o'qiyotidi deb tarjima qilamiz. Songül ve Berna sinemaya gelmiyorlar mı? Nima depti? Songül ve Berna deganimiz kishi ismlari. Songül ve Berna kinoga kelmamdi debdi. Savol shakllari bu bo'yicha buning tafsilotimi shu grammatika darsida bor. Endi aslidagi bu 6-siga qarasak savoqdoshlar, aşağıdaki boşlukları örneklerdeki gibi dolduralım. Nima depti? Aslidagi boşluklarni misaldagiga o'xshash to'ldirayli debdi, to'shqizayli debdi. O kahve sev. Nima depti? U kahve sev debdi. Sev degan nima savoqdoshlar? Yaxshi ko'rish, so'yish degan gapdi. Endi buning keyiniga nima deymiz biz? Mush yerda o'rgangan hozirgi zamonni ishlatib turib, shu qo'shimchisini qo'shimiz. Yor qo'shimchisiningki muvofiqlarini qo'shimiz. Misol uchun mushu birisini deb baqsaq nima deymiz savoqdoshlar? O kahve sev debdi, bo'shliq qo'yibdi. Keyin nima bor ekan savoqdoshlar? Savol belgisi bor ekan. Nima deymiz bu yerga? O kahve seviyor mu? Shundaqmi? O qahvani yaxshi ko'ramdi. Agarda u qahvani yaxshi ko'rmamdi deb bulutsiz bo'yicha so'rasak nima deymiz savoqdoshlar? O kahve sevmiyor mu? Mushu bo'yicha bo'ladi. Qolganlari asosiyatdan hammasi sizlar tushunadigan so'zlar va jumlalar. Agar tushunmaydigan yer bo'lib qolsa, so'rasanglar bo'ladi. Shu bo'yicha javob qilishga tirishaman. Yan tarafga qarasak 7. Aşağıdaki fiilleri uygun boşluklara şimdiki zaman ile yerleştirelim. Nima depti? Astidagi fe'illarni uygun, münasip boş o'rinlarga hozirgi zaman bilan yerleştirayli, qo'yayli, yazayli debdi. İzle.
Bit, başla, buluş, yürü, oku, söyle, anla, konuş, kullan. Nima degan gap bu? İzle deganimiz nimatda ko'rish degan gapdi. Bit deganimizcha tugash, oxirlashish degan gap. Fe'l bo'lgan vaqtida. Agar bu bit deganimiz ism bo'lib qolsa saboqdashlar, Uyg'urchadagi pit degan gap, pit. Uyg'urchada malaqa ikkinchi qo'l koni narsalarni sotadigan yerlarni pit bozori deb qo'yatdik-ku. Turkchada ham shundaq yerlarni bit bozori deydi. Burunlarda shundaq ekan, hamda hozir Uyg'urchada ham pit bozori deydigan gap qolmadi. Turkchada ham bak bit bozori deganni hozir ishlatib ketmaydi ekan. Boshla deganimizcha Uyg'urcha boshlash degan gap, bulush deganimizcha tepish, ya'ni bir narsani tepib o'tish emas, bir narsani tepib olish, ya'ni bir narsani topdim degandagi tepish. Yürü deganimizcha mengish degan gap, oku deganimiz o'qish, so'yla deganimiz so'zla, anla deganimiz tushunmak, tushan degan gap, konush deganimizcha gap qilish, so'zlash degan gap, kullan deganimizcha qo'llanish, ishlatish degan gap. Shu bo'yicha bu fe'llarni hozirgi zamonga, davomlashayotgan zamonga o'zgartirib, shu bo'yicha yozing debdi. Birincisiga qarasak, o Türkçe bilmiyor. Bu nedenle seni debdi. O Türkçe bilmiyor. Nima degan gap bu? O Türkçe bilmeydi debdi. Bu nedenle. Neden deganimiz demakda sebep degan gapdi. La degancha bilan degan gapdi. Bu nedenle deganimiz bu sebepten seni qanday qilmaydi? Türkçe tushunmaganligi uchun nima deymiz bu yerga? Qarasak buning ichida anla deb batdi. Anla deganimiz demakda tushunmak dedik. Bu nedenle seni anlamıyor. Şundama bu sebepten seni qanday qilmaydi? Tushunmaydi debdi. Mushu bo'yicha o'zinglar muvofiq kelganlarini mushu yerga to'shqatsanglar bo'ladi. Endi keyin qarasak 8. aşağıdaki kelimeler ile birer cümle yazalım. Nima debdi? Astidagi sözler bilen birer cümle yazayla debdi. Şimdi, bu akşam, yarın, her gün, her yaz, hiçbir zaman. Şimdi deganimiz demakda hozir. Bu akşam, bugün akşam degan gapda, yarın deganimiz erta, her gün deganimiz her kuni, her yaz deganimiz her yaz, her yazda degan gap. Hiçbir zaman deganimizcha hech qanday vaqtda degan gap. Mushularni ishlatib turib jumla yozing debdi. Shu bo'yicha yozib mashq qilsanglar bo'ladi. Endi keyin qarasak dillama. Anglash bo'limiga kelibdimiz saboqdashlar. Qarasak temasi nima ekan? Tanishma. Tanishma deganimiz demakda tanishish degan gapdi. Qaraydigan bo'lsak, matni dinleyelim. Doğru kelimeyi seçelim. Nima debdi? Tekstni anglayli, to'g'ri so'zni seçmek deganimiz demakda tanlash degan gapdi. To'g'ri so'zni tanlayli debdi. Undaqda biz oldi bilan bu tekstni bir anglab chiqayli, undan keyin savollarga javob bersak bo'ladi. Bak bu Nihat. Nihat kim? Nihat benim iş arkadaşım. Aynı ofiste çalışıyoruz. Nihat merhaba. Nasılsın? Merhaba Serpil. İyiyim. Ya sen? Ben de iyiyim. Bak bu arkadaşım Anna. O benim okul arkadaşım. Merhaba, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sen Serpil'le aynı iş yerinde çalışıyorsun değil mi? Evet ama sadece hafta sonları çalışıyorum. Hafta içi çalışmıyorum. Hafta içi ne yapıyorsun? Ben üniversitede öğrenciyim. Ekonomi okuyorum. Sen nerelisin? Sen neler yapıyorsun? Ben Fransızım. Ben de öğrenciyim. İstanbul'da Türkçe öğreniyorum. İstanbul'u seviyor musun? Evet, seviyorum. Burada insanlar çok sıcak ve yardımsever. Boş zamanlarımda birçok şey yapıyorum. Neler yapıyorsun? Tarihi yerleri, müzeleri geziyorum. Konserlere gidiyorum. Türk yemekleri yiyorum. Ya sen neler yapıyorsun? Ben sinemaya gidiyorum, kitap okuyorum. Arkadaşlarımla buluşuyorum. Şimdi de arkadaşlarım beni bekliyor. Tekrar çok memnun oldum. Görüşürüz Serpil. Görüşürüz. Görüşürüz. Tekst mushu bo'yicha saboqdashlar, endi maya qaraydigan bo'lsak, birincisi Serpil ile Nihat aynı iş yerinde çalışıyor. Nima debdi? Serpil bilan Nihat aynı deganimiz o'xshash bir yerda degan gapda. Serpil ile Nihat o'xshash bir ish o'rnida ishlaydi, ishlamaydi. Qaysi to'g'ri bo'lsa, shuni tanlang demakchi. İkinci, Nihat ekonomi, hukuk okuyor. Ekonomi deganimiz iqtisod, hukuk deganimizcha qonun degan gap. Nihat iqtisod yoki qonun o'qiydi debdi. Qaysi to'g'ri bo'lsa, shuni tanlasak bo'ladi. Üçüncüsüge qarasak, Anna İngilizce, Türkçe öğreniyor. Anna İngilizce veya ki Türkçe öğrenidi debdi. Qaysi to'g'ri bo'lsa, shuni tanlang demakchi. Dördüncüsü qarasakçı, Nihat hafta içi, hafta sonu çalışıyor. Nima debdi? Nihat hafta içide yoki hafta oxirida ishlaydi debdi. Qaysi to'g'ri bo'lsa, shuni tanlayli demakchi. Mushu bo'yicha tekstga asosan shu bo'yicha tanlasanglar bo'ladi. Endi keyindagiga qarasak, 10-siga aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. Nima debdi saboqdashlar?
astidagi suallarni tekstga asosan javoblayli debdi. Anna Nihat'ı tanıyor mu? Nima debdi? Anna Nihat'ni tunamdo debdi. Nihat hafta sonu nerede çalışıyor? Nima debdi? Nihat hafta ahirida qayerda ishlaydi debdi. Üçüncüsü Nihat hafta içi ne yapıyor? Nima debdi? Nihat hafta içida nima ish qiladi debdi. 4. Anna İstanbul'u seviyor mu? Nima debdi? Anna İstanbul'ni yaxshi ko'ramdi, yoqtiramdi debdi. Keyingichi Anna İstanbul'da neler yapıyor? Nima debdi bu yerda? Anna İstanbul'da nima ish qiladi, qandaq ishlarni qiladi debdi. Tekstga asosan mushuningki muvofiq javobini bersanglar bo'ladi. Endi yan tarafga qarasak, yazma qismiga kelibdimiz ya savoqdoshlar. Yazma debdi. Bir günde neler yapıyorsunuz? Yazalım. Nima debdi bu yerda? Bir kunda nima ishlarni qilasiz? Yazayli, shularni yozib beqing debdi. O'zinglarning kunlik faoliyatiga qarata, qiladigan ishlaringlarga qarata shuni yozib qilib baqsanglar bo'ladi. Keyin qarasak, konuşma. Nima debdi? Paranglashish, eg'iz tili debdi savoqdoshlar. Bir sınıf arkadaşımıza aşağıdaki kelimeler ile en yakın arkadaşı hakkında 5 soru soralım. Sonra arkadaşımızın cevaplarını söyleyelim. Nima debdi? Sınıftaki bir savoqdoshimizga astidagi so'zlarni ishlatib turib, en yakın dostları hakkında 5 sual sorayli debdi. Uningdan keyin do'stimizning bergan javoblarini bilib baqayli debdi savoqdoshlar. Qarasak nima so'zlar ekan bu yerda? Oturmak, çalışmak, okumak, hafta içi, hafta sonu, boş zaman. Nima degan gapdi bu? O'ltirish yoki bir yerda turish, shu yerda yashash degandek gapdi. Çalışmak, ishlash, okumak deganimiz o'qish, hafta içi deganimiz hafta içi, hafta sonu deganimiz hafta oxiri, boş zaman deganimiz beka vaqt degan gapda. Mushularni ishlatib turib, savol so'rab, mushu darsda o'rganganlarimizni pishiqlab baqayli demakchi. Shu bo'yicha mashq qilib baqsanglar bo'ladi. Shuning bilan ikinci dersimizning A qismi mishada oxirlashgan bo'ldi. Savoqdoshlarning darslarini yaxshi takror qilib, yaxshi o'zlashtirib, mengishga tilakdoshman. Kelasi qatimliq darsimizda ko'rishguncha manglar omon bo'linglar. Allohga emanet.